Mana shunaqa dor qilganmisiz, shunaqa sim tortmasangiz bu yerdan uzum ola olmaysiz. Bugungi videomiz ham 100% foydali bo'ladi. Hammani uyda mana shunaqa voyish qilgandan ham kir yoyaman, ham uzum ekib qo'yib mana shunday uzum olaman deydi, lekin adashadi. Mana shunday orasini katta qilganda, uzum shoxlari o'sib boshlaganda bahorda bunga ilinib olgancha mana bunday pastga tushib ketadidan keyin sinib ketadi. Noto'g'ri qilingan voyishni shu tikka shaklda uzum olishni yo'lini qilyapmiz. Budjetli variant bo'ladi. Chunki hozir bu yerga profil turba sotsak, bu yog'i 500-600 millionga chiqib ketadi xarajati. U bir 50 minglik sim olsak, 20 metr voyishni sim bilan tortishga yetadi. Mana usiga yetib olaman degansa, yo sinib ketadi, yo nimadir bo'ladi. Biz simlarga mana bunday boylab qo'yamiz. O'sib mana bu yerga kelsa, bu yerdan ham boylab qo'ysak bo'ladi. Hozirdan ham mana. Faqat voyish qilishning imkoni bo'lmagan joylarga mana shunday tikka tavsiya qilyapmiz. Shu yerdan ham uzum olsa bo'ladi, faqat mana shu tavsiyalarga amal qilish kerak. Yana biroz vaqt tursa bu sinib ketadi. Endi buni ko'taramizda mana boylab qo'yamiz. 40 lik turbagacha bemalol o'tadi mana orasidan. Shu pastdan hosilni ko'paytirsak, shoxini ko'paytirsak, buni kuchi sherga taqsimlanib tagin tepaga o'stirib yormaydi juda. Mana bu sim tepaga pastga ketishini oldini oladi va mahkam ushlab turadi. Bu tomonlarda rivojlanmaydi ham, bu yerlar ochiq turgani ham ma'qul bo'ladi. Mana buni hozir tagidan olib tashlaymiz, taqab. Mevasi yo'q shoxlarni ham qoldiryapmiz. Sabab kuchayib ketib, tepa shoxlar yuqoriga o'sib ketmasligi uchun havo aylanmaydi deydi. Havo aylanaveradi, xudo xolasa. Siz vaqtida dorisini sevib, chiroyli tarbiyasini qilib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Tikka qilmasa, iloji bo'lsa sal yotiqroq qilsa, undan ham yaxshi. Chunki uzum donalari osilib turadi, undan ham zo'r bo'ladi. Eng kam 2 metr qilish kerak. Bo'lmasa 3 metr qilsa ham bo'ladi. Voyishni tomni ustiga chiqarish kerak degan xayol borda. Uyda balandligi 4 metr bo'ladimi, 6 metr bo'ladimi, voyishni shu tomni ustiga chiqaradi. Ana keyin voyish cherishur baland bo'lgandan keyin shu bir umr qiynaladi edim. Xomtoq qila olmaydi, kesa olmaydi, dorilay olmaydi, uzumini ham ola olmaydi, maynayib ketadi xillarda. 1 millionga xarajat qiladi, o'zi bir 200 minglik ham uzum ola olmaydi keyin. Shapkani tagiga olib borish kerak. Shapkani tagiga olib borganda eda qotirib bo'lmaydi. Yoki qiyin bo'ladi qotirish. Uchi mana bunday voyish bo'lsa, mana shunday voyish bo'lsa, uchi bunday o'ynaydi. Buni yechimi mana bu yerga bunday tirov berib yoradi. Mana shunday G shaklida video yoqqan bo'lsa, yaqinlarga ulashib, like-ni bosib qo'yingizlar. Podpiska bo'lib qo'ysalar, shunaqa juda ham neobishniy, dehqoncha foydali videolar ko'rib turasizlar.